Tak, qizaloqlar, misvoq bu og'iz bo'shlig'ini tozalash uchun ishlatiladigan tabiiy cho'tka bo'lib, hozirgi kunda uni zamonaviy varianti zubnoy pastaga o'xshab chiqarilgan bo'ladi. Bu 100% tabiiy mahsulot. Dinimizda misvoq haqida juda ham ko'p maqtovli gaplar aytilgan, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham juda ham ko'p marotaba misvoq ishlatishni tavsiya qilganlar, ya'ni ummatlariga. Bundan tashqari bir hadisda misvoq og'izni poklaydi, Robbimning roziligini keltiradi deb ham rivoyat qilingan. Bundan tashqari qizlarjonlar misvoq ishlatishi foydalari juda ham ko'p. Birinchi bo'lib sunnat ado etgan bo'lasiz. Ikkinchi bo'lib namoz va Qur'on o'qishdan oldin og'izni poklab ibodatga tayyor holatga kelasiz. Va misvoqni tabiiy jihatdan ham tishlarni oqartiradi, mustahkamlaydi, og'izdagi mikroblarni yo'q qiladi. Nafasni esa yoqimli qiladi.